Assalomu alaykum. Hamma uchun juda ham muhim savol. Biznesda foydani oshirish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Hamma uchun muhim savol bo'lganligi uchun ko'pchilik bu narsaga bitta ikkita narsa ta'sir qiladi deb o'ylaydi. O'zi aslida juda ko'p faktorlar bor, juda ko'p narsalarga e'tibor berish kerak. Muhim jihatlari bor, ratsionalniy qarashlar bor, neratsionalniy qarashlar bor. Hozir biz faqatgina eng oddiy narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni savdoni. Ko'pchilik o'ylaydiki, eng ko'p sotgan tovari eng ko'p foyda olib keladi. Ya'ni bu eng oddiy ko'rsatkich. Endi ikkinchi narsa, aytaylik, $100 tovar ustida marjasi $100 bo'lgan tovar bor va $50 tovar bor. Qaysi biri yaxshi desa, $100 marjasi bo'lgan tovarni sotish albatta yaxshiroq. Nega desa, 2 barobar foyda olib keladi bitta tovar sotganingiz. Endi bir oyda aytaylik $100 marja olib keladigan tovaringizni 10 dona sotdingiz. $50 olib keladigan marjali tovaringizni 25 ta sotdingiz. Qaysi biri yaxshi desa, endi $50 tovar yaxshi bo'lib qoladi. Ya'ni marjasi $50 bo'lgan tovar. Nega desa, kolичествоning hisobiga biz ko'proq pul topamiz. Ya'ni nisbat evaziga emas, общий summa evaziga. $100 marjasi bor tovarni sotish uchun, ya'ni 10 ta sotish uchun skladimizda 10 dona o'sha tovardan ushlashimiz kerak. Va $50 marjasi bor tovarni sotishimiz uchun, ya'ni 25 ta sotishimiz uchun 50 ta dona ushlashimiz kerak. Endi qaysi biri yaxshiroq desa, albatta $100 marjasi bor tovarni sotish yaxshiroq. Nega desa, skladda evaziga, ushlashimizning evaziga $100 tovar ko'proq foyda beradi. Buni nomi оборачиваемость. O'shaning uchun savdoni analiz qilganda faqatgina eng oddiy metrikalarni emas, chuqurroq kirish kerak. Hozircha men bu yerda to'xtadim. O'zi aslida juda ham keng va qamrovli metrikalar bor, ya'ni ko'rsatkichlar bor. Men ko'pincha o'zimni klientlarimga nima usulga ko'rsataman? Hammada 99% tadbirkorda bitta muammo bor. P&L, ya'ni foydani hisoblash hisoboti, balans va cash flow. Mana shu muammolarning ketidan ko'pchilik yuradi. Lekin men o'zimni klientlarimga aytamanki, bu 3 ta hisobot unaqa важный hisobot emas. Qachon важный bo'ladi? Agarda sizda u narsalar bo'lmasa. Agar siz foydangizni bilmasangiz, holatingizni bilmasangiz, bu 3 ta hisobot juda ham важный. Lekin moliyachi uchun, ertangi kuningiz uchun eng muhim narsalardan bittasi bu analiz. O'shaning uchun men klientlarimni tezroq tizimlashtirib, programma qo'yib, P&L balance sheet cash flowni avtomat qilib chiqarib, hech kim unga, ya'ni moliyachilar qatnashmaydi. Sistema o'zi beradi bu narsani va vaqtida beradi. Ya'ni 1 oy, 2 oy muhlat so'ramaydi sistema. 5 kunda tayyor bo'ladigan holatga olib kelganimdan keyin srazu men analitikaga e'tibor beraman. Ya'ni klientlarim bilan analiz ustida ishlaymiz va ertangi holatlarimizni va ertangi kunimizni prognoz qilishga, nima strategiya qilamiz, qanaqa sotamiz degan narsalarni o'sha mana shu analitikaning ichida ko'rib chiqamiz. O'sha sababdan analitika moliyada juda ham muhim. Xulosa qilib aytganda, hozir 3 ta narsani ishlatib, 3 xil hisobot oldik. Birinchisi bu количество продаж, ya'ni sotuv sonlari. Ikkinchisi marjinalnost, ya'ni har bitta tovaringiz ustiga qancha foyda qo'ygansiz. Uchinchisi bu eskirish, tovarlarning skladda turish eskirish muddati. Bu старение deyiladi, ya'ni qancha uzoq muddat bo'yicha tovarlar skladda yotibdi degan narsa. Mana shu 3 ta narsani qo'shib 3 xil hisobot chiqarsa bo'ladi va har bittasida o'ziga yarasha boshqacha informatsiya yetib keladi. O'ylaymanki, videomiz sizga foydali bo'ldi va bu narsalarni kelajakda ishlatasiz.